Assalomu alaykum. Parallellepiped masalalarida davom etamiz. Tasavvur qiling, sizning akvariumingiz to'g'ri parallellepiped shaklida. Uning o'lchamlari eni 80 sm, bo'yi 40 sm, balandligi 50 sm bo'lsa, bu akvariumga necha litr suv ketadi deb savol bergan. Hop, sizga akvariumni misol qilib ko'rsataman. Endi masalani yechilishiga o'taylik. Xo'p, yechilishini kelsak, mana bu akvarium chizib oldim parallellepiped shaklida. Endi buni eni 80 sm, bo'yi 40 sm va balandligi 50 sm. O'tgan videoda tushuntirgan edim. Parallellepipedning hajmi A, B, S va balandligida ko'paytmasiga teng. Endi mana buni hajmni topish uchun 80 sm ko'paytirilgan 40 sm ko'paytirilgan 50 sm deymiz. Hajm ko'paytirganimizda 8 kere 4 32, 32 ni 5 ga ko'paytirganimizda 160 keladi va orqasiga 3 ta nolni qo'shib qo'yamiz. Santimetr kub bo'ladi. Endi esingizda bo'lsa, bu yerda litrda so'rayotgan edi. Mana litr tagiga chizib qo'yganman. Ya'ni santimetr kubda so'ramayapti. Demakki, litr bilan santimetr kubni bog'lab olamiz. Mana bitta videoda esingizda bo'lsa, mana buni tushuntirgan edim. Detsimetr bilan litr bitta narsa. Ikkalasi biri ismi, biri laqabi. Endi yana bitta oltin qoidani eslab qoling. 1 litr 1000 santimetr kub. Nima uchun 1000 santimetr kub bo'ladi? Chunki detsimetr kubdan santimetr kubga tushganda 3 ta nol qo'shayotgan edik. Shundaga 160 ming santimetr kubni litrga aylantirish uchun mana bu 3 ta nolni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni hajm 160 litr bo'ladi. Keyingi video chiqishi uchun kommentariyada + belgisini qoldiring.